mana video. O'zi yozib qo'ying, esdalikda shu video ham. 16 yil oldin uylanganim sochlarim bor edi. Gap shundan boshlanadi. Ha nima, ya'ni sochlarim bor edi. Yosh edim. Siz xotira voy to'ppa qildim. Voy xotira va qadrlash kuni emas bu, to'yimiz bo'lgan kun. Muxtasar 55 kilo edi. Ya zo'r ma'lumotli bo'ldi. 55 kilomiding? 50-55 kilo bo'lgan bo'lsam kerak. Shunaqa. Bugun sochlarim to'kilgan. Muxtasar 70 kilo. 16 yillik natijada boshqa narsani gapirmaydimi? Yiliga 1 kilodan. Bolalarimiz bor, 5 ta. 5 ta. Yashayapmiz, ajrashib ketmadik, shularni etmaydimi odam? Bir necha marta harakat qildik ajrashib ketishga. Eplolmadik.